Bugün Vasilyev bistesinde Uluk Beyram 330 yıl bizning Vasilyev bistesinin urnaşuğuna hem ofisial dokumentlarda Vasilyev poselok biste degan so'zga 95 yıllık yubiley. Mana nihayat şu bayramga bizning reisimiz Rustam Nuralievich Mexanov da keldi. Shuni aytib, Vasilyev bistesinde yashovchilar chiqdi. Bugun yangi parkni ko'rdilar, yangi ko'rinishni, hali u park alga taба o'sacak hamda endi bizning bunda yashovchi qardoshlarimiz uchun o'zining funksiyalarini o'tashak. Rahmat. Cemaat istelikka haligi tol og'ashin bizning reisimiz da o'tib tashabbus. На цыпочки потянулась к небесам, лето пестрое рассыпалось по полям, по лесам, васильки, как капли брызги. Rayonimizda bir мероприятие, bir chorada o'zmibit bizning glavalardan boshqa, ola bit bizning rayon tutqosi. Rahmat sizga, jamoatlar, siz молодцы.